Keling salom deb yozib ko'ramiz. Va assistent yozadi: "Salom, sizga qanday yordam bera olaman?" Keling endi dokumentni ichidan, joylashtirgan dokumentimizning ichidan savol berib ko'ramiz. Qani to'g'ri javob bera olarmikan? Birinchi oddiy savollardan keyin qiyin savollarga o'tamiz. Yoshlar portali nima deymiz? Shunda AI Assistant yoshlar portali elektron platformasi bo'lib, yoshlar uchun maxsus platforma bo'lib, unda yoshlarga oid qabul qilingan normativ shunaqa bo'lishi kerak. Elektron platformasi bo'lib, unda yoshlarga oid qabul qilingan. Xuddi shunday javob berdi. Endi keling qiyinroq savol berib ko'ramiz. Misol uchun 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha kredit foizlari qachon to'lab beriladi? Olamiz, joylashtiramiz va jo'natamiz. Shunda assistent 1 million dasturchi loyihasi doirasida 2025-yil davomida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bosqichma-bosqich to'lab berilishi ma'lum qilinadi. Mana javob keldi. 1 million dasturchi loyihasi doirasida foiz 2025-yil davomida Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bosqichma-bosqich to'lab berilishi ma'lum qilingan. Demak, botimiz ishlayapti. Assistentimiz joylashtirgan PDFimiz yoki faylimiz bo'yicha savollarga hammasiga javob beryapti. Endi qiladigan ishimiz Make.com'da qoldi.